mijozlar, hurmatli fuqarolar. Mana bizlarda prezidentimiz, hurmatli prezident topshirig'iga asosan har oyda 3 marta tadbirkorlar bilan shunday kredit olish istagini bildirgan fuqarolar uchrashuv belgilanib o'tilgan. Bugungi kunda navbatdagisini uchrashuv boshlaymiz. Endi bizlarda asosan bu 3 tajribasi asosida uchrashuv tashkil qilingan. 3 tajribasini o'zlashab tushuntirib o'tsam shu yerda 3 tajribasi bir bank rahbari, bu tuman darajasida bo'lsin, viloyat darajasida bo'lsin, tuman bank rahbari tadbirkorlar bilan, mijozlar bilan uchrashgan holda uni qandaydir bir qaysidir bir elementar muammosini hal qilgan holda uning orqasidan buni ishini bitkazish, shuning orqasidan ish o'rni yaratamoq, tadbirkorlikka yo'l qo'yilmoq, shu masalalarda bir xodimlar, bir hukumatning tadbirkorning muammosini yechish maqsadida uchrashuvlar tashkil qilingan. Mana bugungi kunda bankimizda biroz shu tadbirkorlar uchun, fuqarolar uchun biroz yengilliklar yengillik qilish maqsadida biroz kreditlarimiz bor. Misol uchun birinchi aytadigan bo'lsak, 25-sonlik qarorga asosan hokim yordamchisi orqali oila tadbirkorlik dasturi asosida kredit ajratish. Mana ko'pchilik shundan xabari bor, mahallaga borgan vaqtda hokim yordamchisi orqali tavsiya berish orqasidan bugungi kunda 17,5% miqdorda 33 milliongacha bir fuqaro var. 3 yil imtiyoz davri bilan 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan kredit ajratish belgilab o'tilgan. Bundan tashqari inklyuziv bankingdan kreditimiz bor. Inklyuziv kreditimiz 50 million so'mgacha naqd pulda beriladigan kredit. Bu ham xotin qizlarimizda 24%dan, boshqa erkak kishilarimizda 25%dan ajratiladi. Bu 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan. Bundan tashqari 312-sonlik qaror bo'yicha tadbirkorlarga ajratilgan kredit var. Bir de en maksimal miqdor 300 million so'mgacha ajratiladi. Bunda tadbirkor 1 yil oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Oborotunda, shutunda doimiy oborot bo'lgan bo'lishi kerak. Shunday vaqtda tumanni toifalar belgilangan, har bir respublika bo'yicha. Misol uchun Qo'shko'pir bizning tumanimiz 24-toifada baholangan, 4-toifaga 20% dan kredit ajratiladi. Bu 20% kredit nima maqsadda ajratiladi? Misol uchun ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish, xizmatlar sohasini rivojlantirish, xullas yangi ish o'rni ochish bo'yicha tadbirkorlar o'zi aylanma mablag'imiz bor bu yerda. Yana shu maqsadlarda ajratiladi. Bunda 6 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan beradi. Bu yanada harakatlarimizdan qulayroq bo'lgan kredit bu. Aynan prezident qaroriga asosan ajratilgan kredit. Bu bugungi kunda nima deymiz, fuqarolarimiz bu bo'yicha